xo'jayinimda shunday o'lim topishiga haligacha ishongim kelmaydi. Ikkita o'g'lim, bitta qizim bor. O'sha jinoyatchi bormi? O'sha nima deydi? Jinoyat qidiruv bo'limida ishlagan. Bunaqa ishlarda nechtasini ko'rib bo'lganda u. Hech qaysi misol o'sha yerga 50 ta 60 ta odam izlab kelyapti. Halovatimiz yo'q hech qaysimiz. Topolmayapmiz jasadni umuman. Oq kafanga o'rab qabrga qo'yishimizga yordam beringlar. Ziyorat qilishimiz kerak farzandlarim bilan. Menga yordam kerak. Hozir buni hamma murda deyapti. Hozir murda deyishga ham hozir hech kimda haqqi yo'q-da. Meni akamda, meni rasmiy akam bo'ladi. Mana shu yerda mana shu yergacha kelguncha borku. Mana shunday qon oqdi. O'lgan odamdan qon oqadi. 24 kunda issiq qor, yog'ingarchiliklarda ham mana shu yerda bo'ldik. Har kun bayram kuni ham 31-kuni ham mana shu yerda izlaganmiz hamma aka-ukalarimiz bilan. Yana ichki ishlar mana shu yerda yaqin o'rtada bir ish bo'lgan. Kimdir o'ldirib yerga ko'mib tashlabdi va uni topdi. Uni qanday topdi? Uni chunki oddiy inson qilgan-da uni. Mana bu davlatning xodimlari qilgani uchun mana meni akam chiqmayapti. Oddiy insonligi chiqib ketaveradi, birdaniga chiqadi. Bir kunda, kerak bo'lsa 1 soatda chiqadi. Mana bu ichki ishlardagi bilmadim. Odamni o'ldirib so'yib tashlasa ham ulardagi shunday yotaveradi. Yo'q bo'lib ketish kerak mana shu. Bitta odam o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketyapti. Hech kim biz aniq qilmayapti-da. Yordam bermayapti-da. Bizga yordam kerak, mana kamaytirish kerak. Eshkakli anaqa motorli qayiqlar kerak. Bitta chiqmaganimiz vazirlik bo'lyapti, vazir. Endi shuncha intervyu bo'lyapti. O'tgan safar ham bitta jurnalist kelib ketdi. Nahotki shu vazirliklar ko'rmayapti, shu ish bilan shug'ullanmayapti. Bir butun odam yo'q bo'lib ketaveradi, bedarak yo'q qolsin. Shu iloji boricha bizga mana shu suvni kamaytirib yopib berishlarini so'raymiz. O'sha mutasaddi xodimlardan shuni iltimos qilamiz, faqat mana shu suvni to'xtatib berishni. Elchi degan favqulodda vaziyatlar. O'sha voqea bo'lgan kuni yonida ayoli bo'lgan ekan.